Shanyan miloddan avvalgi 390-338 yillarda o'tgan Xitoy faylasufi. Shanyan kambag'allashgan aslzoda oilasidan bo'lib, haqiqiy ismi Gunsun Yan edi. Shanyan Vey saltanati hukmdori Ven Haoning birinchi vaziri faylasuf Li Kui 424-386-yillarda eramiz avvalgi o'tgan uning qo'lida tahsil oladi. Keyinchalik u saroyda maslahatchi va islohotchi vazifalarida xizmat qiladi. Shanyan Ligistlar maktabining vakillaridan edi. Uning Shan viloyati hukmdorining kitobi nomli asari bizga ma'lum. Tsin hukmdori Xiao Gun miloddan avvalgi 361-388 yillar Shanyan ta'limoti bilan qiziqib, uni davlat islohotlarini o'tkazishni ishonib topshiradi. Bu voqea qadimiy Xitoyda yangi falsafiy ta'limotning ilk bor hayotga tatbiq etilishi sifatida tarix sahifalarida bitiladi va bu ish katta muvaffaqiyatlar bilan amalga oshirildi. Shanyan o'ta yuksak farosat sohibi edi. U o'z islohotlari ba'zi guruhlar tomonidan qarshilikka uchrashini avvaldan ko'ra bildi. Shu bois barcha shubha va gumonlarni oldini olish, jamoatchilikda davlat qonunlarining kuchiga ishonish tuyg'ularini uyg'otish uchun avvaldan maxsus farmonni chiqardi. Bu g'aroyib farmonda kimda-kim katta g'o'lani yelkasiga ortib mamlakat poytaxtining shimoliy darvozasidan janubiy darvozasiga qadar olib borsa, o'sha odamni 10 tilla tanga bilan mukofotlash va'da qilingan. O'sha vaqtda 10 tilla tanga juda katta boylik sanalardi. Shu tufayli farmonni eshitgan fuqarolar ishonishni ham ishonmasliklarini ham bilmay hayron qoldilar. Hech kim bu ishni bajarishga jur'at etmadi. Shunda poytaxtning markaziy maydonida mukofot 50 tilla tanga qilib belgilandi. Belgilani haqida farmoyish o'qib eshittirildi. Bir fuqaro bu ishni amalga oshirishga rozilik bildirib, g'o'lani hammani ko'zi o'ngida yelkasiga ortdi-da, shaharning bir burchidan ikkinchi burchiga olib boradi. Hukumat vakillari haloyiq guvohligida 50 tilla tangani sanab beradi. Egasiga topshirishadi. Bu tadbir odamlarni avvaldan qonunlarga ishontirish, davlat qonunlariga ishontirish maqsadida atayin o'ylab topilgandi. Shanyan shunga o'xshash amaliy tadbirlar yordamida jamoatchilikni davlat qonunlariga ishonishga va hurmat qilishga o'rgatgan. Uni nimalardan? Falsafalardan. Agar bilimlar muntazam rag'batlantirilsa,
tinimsiz kengaya boradi va natijada mamlakatni idora etish mushkullashadi. Chunki makr hiyla kuchayib ketadi. Bilimlarga to'siq qo'yib rag'batlantirilmasa, odamlar samimiy va oddiyliklaricha qoladilar, deb yozadi Shanyan. Keyingisi, davlat yo dehqonchilik va yo urush tufayli osoyishtalikka erishishi mumkin. Hukmdor ham yo dehqonchilik yoki urush tufayli. Navbatdagi davomi. Qattiq jazo choralarini qo'llab, jinoyat uchun o'zaro javobgarlik tizimi joriy etilganda odamlar o'zlarida qonun kuchini sinab ko'rishga jur'at qilolmaydilar. Keyingisi, nodon xalqni boshqarish oson, tentak odamlarni og'ir mehnatga majburlash oson, aqlli kishilarni esa mashaqqatli mehnatga jalb etish mushkuldir. Keyingisi, jazo kuch-quvvatni paydo qiladi. Kuch-quvvat qudratni, qudrat esa larzaga soluvchi ulug'vorlikni, ulug'vorlik o'z navbatida ezgulikni yuzaga keltiradi. Demak, ezgulikning ibtidosi jazodir. Keyingisi, mutlaqo dono hukmdor donishmandlikka emas, qonunga tayanib ish ko'radi. Agar u qonundan voz kechib ilmni afzal ko'rsa, uning fuqarolari o'z ishlarini tashlab shuhrat ketidan quva boshlaydilar. Keyingisi, odatda hukmdor ezgulik, aql farosat, jasurlik va kuch-quvvat bobida fuqarolardan farq qilmaydi. Shunga qaramay xalq orasidagi donishmand zotlar hukmdorlarga qarshi hiyla-nayrang ishlatishga jur'at etolmaydilar. Fuqarolar ichidagi jasur va kuchli odamlar hukmdorni o'ldirishga jazm qilolmaydilar. Fuqarolar soni jihatidan ko'pchilikni tashkil etsalar-da, o'z hukmdorlarini taxtdan ag'darishga qo'rqadilar. Ba'zi odamlar yuksak mukofotlar evaziga behisob boyliklarni qo'lga kiritishga qodir bo'lsalar-da, buning uchun kurashib o'tirmaydilar va nihoyat fuqarolar keskin jazo choralari qo'llanishiga chora ham norozilik bildirolmaydilar. Bularning barisiga sabab bitta, u ham bo'lsa qonun. Keyingisi, 100 nafar odam bir quyonni quvar ekan, jonivorni 100 bo'lakka ajratib bo'lashib olish uchun emas, balki hali hech kim bu quyonga ega bo'lmagani bois bu ishni bajaradilar. Va aksincha, agar butun bozor quyon sotuvchilar bilan to'lib toshib ketsa ham, hech kim quyonni o'g'irlashga jur'at etolmaydi. Chunki bu quyonlarga egalik huquqi o'rnatib bo'lingandir. Keyingisi, aslzodalik martabasi va maosh bilan rag'batlantirish usuli mamlakatni yo yashnatadi, yo halokatga mahkum etadi. Keyingisi, hukmdorlarga biron bir katta mansabdorning qilmishlari haqida xabar yetkazgan kishi nasl nasabidan, odamlar orasida tutgan darajasidan qat'iy nazar o'sha mansabdorning amali, aslzodalik martabasi, yer mulki va maoshiga to'la vorislik qiladi. Keyingisi,
agar urush yordamida urush olovini o'chirish mumkin bo'lsa, unga yo'l ochib bermoq lozim. Bordi-yu qatl etish orqali qotillikka barham berish imkon bo'lsa, qatlga ham ruxsat etish joizdir. Keyingisi, insonlardagi boylikka va adolatsizlikka intilish havasi qabr ichidagina barham topadi. Keyingisi, suv oqimi doimo pastga intilganidek odamlar boylikka tapinadilar. Shu bois hukmdorning farmoyishidan o'zlariga foyda tegishini ko'zlagan odamlar uning har qanday buyrug'iga so'zsiz bajaradilar. Keyingisi, insonparvar kishi boshqa odamlarga nisbatan insonparvar bo'lishi mumkin, ammo bu o'zgarishni insonparvar